Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoyim hozir biz Atkochdan suv olamiz. Qanaqa qilib suv olayotganimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Baho beringlar. Xo'p, suvolarimizni joyini mana shunaqa qilib profiliga qotirib olganmiz yuzkardonni. Bu komponentni bilan. Buning ichida mana vлагостойкий membrana ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, buni men bu suv oqilayotganda suv olmadi. Shu Atkosni mana o'zim mana shu holatga keltirib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o mana bu yoqda mana shu holatga keldi. Mana bu yerda mana shu holat. Mana suv ichini to'ldirib olamiz. Hamma suvchilarga iltimos qiluvdim, shunaqa narsani shu chiqarib qoldirib ketishligini sarkan ekan. Chiqarib ketishgan. Bu ham ancha hozir ko'rgan bo'lsanglar, mana tegi mana shunaqa narsa. Ancha ushlab beryapti. Mana siz hozir ko'rgan bo'lsangiz, kamida bir 10 santimetr joy. Mana shu holatda suv olyapti. Mana shu holatda hamma yoqni suvab, Atkoslarni chiroyli qilib olamiz. Xudo xolisa tekis, chiroyli chiqyapti. O'zingizlar fikringizni izohlarda qoldiringlar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.